Amerikaga 5 ming, 10 ming, 15 ming dollar to'lab ketish ofitsialniy boshlandi va bu hozircha testviy 25 ta davlatga amal qilyapti. Buni ko'rib chiqamiz. Bu davlat ofitsialniy sayti 8-yanvarda yangilayapti. Pasov spiskiga tushinglar. Mana bu yerda davlatlar ro'yxati. Eng qiziq bo'lgan joyi bizda qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston davlatlari bu yerda bor. Turkmanlarga 1-yanvardan boshlandi va tojik bilan qirg'izga 21-yanvardan boshlanyapti. Bu nima degani? Bu yerda yozyaptiki, intervyu kirib chiqadi. Intervyu kirib chiqqandan keyin konsul sizdan pul to'lashi, ya'ni depozit qo'yishni so'raydi. Bu summa 5 ming bo'lishi mumkin, 10 ming bo'lishi mumkin yoki 15 ming pul so'rashi mumkin. Bu qaysi holatda? Faqatgina B1, B2 vizalarda, ya'ni turizmga va biznes maqsadida ketayotganlarga tegishli. Endi qiziq bo'lgan joyi, agar kimdir prosta anaqasiz, men oldindan pul to'lab qo'yaman-da, keyin kiraman degan bo'lsa, agar konsul etmagan bo'lsa, pulingiz qaytarib berilmaydi deb yozyapti. Va bu yerda yana keyingi qiziq bo'lgan, viza oldi va Liboy aeroportdan kiradi degan emas, aynan o'zini spiskasi bor, shu spiskadagi aeroportlardan kirishi mumkin qilib qo'ydi. Endi bu hozircha testviy 25 ta davlatga tegishli. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbekiston bu spiskaga qo'shilarmikan, yo'qmikan? Va qo'shilsa yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi?